Eng ko'p perforatorlarni hali ham qimmat yurganligi maxsus video. Sizlar bilan birma-bir test qilib ko'ramiz. 650 watt 2,5 joule 22 talik perforatorimiz bo'ladi. Hop test ishini ko'ramiz. Bir 500 watt 5 joule treshotkалigi bo'ladi. Buni sizlar bilan test qilib ko'ramiz. Bir 1800 wattli perforatorimiz 7 joule bo'ladi. Buni sizlar bilan test qilib ko'rsatamiz. Test jarayoni ishlashlarini ko'rdinglar. Bundan tashqari sotuvda 650 wattdan 1700 wattgacha bo'lgan perforatorlarimiz mavjud. Skidka narxlarini opsiyaga yozib qoldiramiz. Kimga shunaqa original perforator kerak bo'lsa, eng ko'p nomerga murojaat qilasizlar.